Bismillahirrohmanirrohim. İnsoniyatning tagidan qolgan suv albatta halol, tahorat qilsa bo'ladi va ichsa ham bo'ladi va boshqa bir narsani yuvishlikka ham ishlatsa bo'ladi. Chunki insoniyat bu halol narsadir. Insoniyat mukarram bo'lganligi uchun uni go'shtini yeyishlik qaytarilingan va shunga o'xshash go'shtni yeyiladigan narsalarda tagidan qolgan suv ham pokdir, uni aytib o'tganmiz. Faqatgina otni ba'zi ulamolar nazarda o'sha oldin jihodga ishlatilganligi uchun, ya'ni otni go'shtini yeyishlik man qilingan deb aytadilar. Sharhlashga hojatimiz yo'q, albatta ot tagidan qolgan suv ham va uni go'shti ham otni va suti ham pok. Garchiki Abu Hanifa nazarlarida karohatlik bo'lsa ham. Endi haligi odamzod o'sha odamni tagidan qolgan suv pok deb o'tdik. O'sha odam junub bo'lsa, ya'ni bir odam junub bo'lgan, kelib bitta suvni ichdi, siz ham suv ichishingiz kerak yoki tahorat qilishingiz kerak. O'sha qolgan suvga ichsangiz ham yoki tahorat qilsangiz ham bo'ladi. Bunga dalil Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Imom Buxoriy va ashabus sunanlar rivoyat qilishgan hadis. Innal mu'mina la yanjisu, albatta mu'min najosat bo'lmaydi deganlar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam. Bu yerda bir qayd bor. Qayd shundayki, aroq ichgan odam agar aroqni ichib tezda hech qanday turmasdan, ya'ni og'izdagi bo'lgan tufurg'ichini yutmasdan ustidan bir idishdagi suvni ham ichdi, albatta uning tagidan qolgan suv najosat bo'ladi. Chunki og'izdagi bo'lgan aroqning ta'siri, haligi aroqda qolib ketgan bir tomchilari suvga ta'sir qiladi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytadilarki, haligi aroq ichib so'ngra 3 marotaba tufurg'ichini ichiga yutib yuborgan bo'lsa, uni aroqni qatralari og'zida qolmaydi, bo'ladi tahorat qilsa deydilar. Agar aroq ichgan odam hukmda aroqni icha turib birdaniga ustidan suvni ichib yuborsa, albatta u suvdan tahorat qilinmaydi, najosdir. Agar aroqni ichib bir qancha muddatdan keyin yana bitta suvdan ichgan bo'lsa, o'sha qolgan suvdan tahorat qilishlikka ijozat bor. Islomda ulamolar fatvo berishgan. Endi kofirning tagidan qolgan suv. Bir kofir kelib bir suvni ichdi. O'shani tagidan qolgan suvga tahorat qilsa ham yoki ichsa ham bo'ladi. Endi bu yerda bitta narsani keltirib o'tamiz. Ba'zi birodarlarimiz aytishligi mumkinki, kofir najosatdir, uning tagidan qolgan suv ham najosat deyishligi mumkin. Yo'q, bunday emas. Haqiqatan ham Alloh subhanahu va taolo Tavba surasini 28-oyatida innamal mushrikuna najasun, albatta mushriklar najosat deb aytgan. Bu oyatda biz mushriklar najosat deganini, ya'ni ularning e'tiqodlari najosatdir deb tushunamiz. Mushrik, ya'ni kofir bir joyiga tegib ketsa, bir kiyimimi yoki o'zimi yoki siz o'tirgan ko'rpangizga kelib o'tirsa yoki siz namoz o'qiydigan joy namozingizni ustini kelib o'tirib ketsa, ya'ni bosib o'tib ketsa, bu narsani nopok qilmaydi. Bunda dalil Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamda masjid ichiga bo'lgan vaqtlarida Saqif qabilasining elchilari kelgan. Shunda odamlar, "Ya Rasululloh, bular najosdir, qanday masjidga kiradi?" degan vaqtlarda Rasululloh, "Tegmanglar, ularni najosati o'zi bilan birga" deganlar.
Bu yerdan maqsad Imom Ali al-Qoriyning so'zlari bo'yni aytib o'tdik. Faqat ularning e'tiqodlari najosatdir. Shuning uchun ham kofir ichib ketgan suv bo'lsa ham tagidan qolgan suvga tahorat qilsa albatta bo'ladi. Demak, bu narsani hayotimizda biz albatta bilib olishligimiz kerak va qolgan birodarlarimizga ham mana shu narsalarni yetkazishligimiz kerak. Albatta insoniyat bilmaganini bilishligi uchun buyurilgan va bilmay indamay sustlik qilib yurishligida ayblanadi. Alloh subhanahu va taolo bilganlarimizga amal qilishligimizni va bilmaganlarimiz esa bilishliklarini hamma birodarlarga nasib qilsin. Bizni tinglagan azizlarimizni ham bizni haqqimizga duo qilib qo'yishliklarini umid qilib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.